Yunusobod tumani 2-kvartal kelganmiz. 3 xonali 4-etaj, 9 etajga domimiz chiqyapti. Bu yog'imiz mana Shohsaroydan kiyavurishimiz bo'lyapti. Bu yog'imiz Megaplanet. 3 xonali uyimiz 72 kvadrat, yangi Yevro remont. Hop, obzorimizdan boshlaymiz. Bu yog'imizda podyezddan asosiy kirish bor. Kirganimizda mana stroy mebellarni qilib ketishgan, mana shu koridor. Hop, bu yog'imiz zalimiz bo'lyapti. Zallar ham juda katta keng qilib qo'yishibdi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Tualet vannasi alohida qilingan. Bu yog'imizda mana vannamiz bo'lyapti, mana ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi kafelli ishlatib qo'yishgan. Hop, bu yog'imizda birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Detskiy xonamiz, sal kichkinaroq. Bu yog'imizda spalniyimiz bo'lyapti. Mana bu yerda mebellarni hammasini qo'yib ketishgan ekan uy egalari. Joylashgan joylari juda zo'r, metrolarga ham juda yaqin. Hop, bu yog'imizda esa tualetimiz bo'lyapti, razdelniy. Oshxonamiz. Oshxonada ham kerakli hamma narsa qo'yib ketilgan. Mana xolodilnikgacha ham qo'yib qo'yishibdi uy egalari. Hop, uyimizdan narxiga kelamiz. Narxini 107.900 so'rashyapti. Sunnatiga ozgina o'tib beramiz deyishdi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga ссылка orqali o'tsangiz bo'ladi. Ссылка profilimizda bor.